Assalomu alaykum, efirda O'zbekiston 24 soat ichki informatsion dasturi va dastur taqdimoti bilan studiyada Dilshod Fayz. Bugun Toshkentda Parlament yuqori palatasining 11-yalpi majlisi o'z ishini davom ettirdi. Senatorlar dastavval Respublika bosh prokurorining mamlakatimizda inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlashga oid amaldagi qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan prokuror nazoratining holati bilan bog'liq hisobotni muhokama qilishdi. Hamkasbim Malohat Yo'ldosheva tafsilotlar bilan. Ma'ruzachi ta'kidlagandek, O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha umumjahon deklaratsiyasiga 1991-yilda qo'shilgan bo'lib, hozirgi kunda 19 ta xalqaro shartnoma va konvensiya ishtirokchisi. O'tgan davr ichida inson huquqlari, erkinliklari va manfaatlari himoyasini ta'minlashga qaratilgan 150 ta normativ huquqiy hujjatlar yaratildi. Yurtimizda bu sohani yanada takomillashtirish maqsadida bosqichma-bosqich amalga oshirishni nazarda tutuvchi milliy strategiya belgilab olingan. Fuqarolar erkinliklari va manfaatlarini ta'minlashda qonunchilik va sud huquq idoralarining faoliyatini yanada demokratlashtirish va liberallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Prokuratura vakolatiga kiruvchi qator imkoniyatlarning sud instituti zimmasiga o'tkazilishi ijobiy holat sifatida xalqaro ekspertlar tomonidan ham e'tirof etilmoqda. Shular bilan birga, hali sohada yechimini kutayotgan muammolar ham talaygina. Jumladan, davlat idoralarining mansabdor shaxslari tomonidan fuqarolar arizalariga nisbatan munosabatini tubdan o'zgartirish kerak. Aniqlangan qonun buzilishi holatlari yuzasidan 2012-yilda 1350 ta hujjatlarga nisbatan protest keltirilgan. Prokurorlarning qaror va taqdimnomalariga asosan 1680 nafar shaxslar intizomiy, ma'muriy va moddiy javobgarlikka tortilgan. 127 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bosh prokurorning hisoboti kun tartibida juda ko'p mulohaza va qizg'in bahslarga sabab bo'lgan hujjat bo'ldi. Kunning ikkinchi yarmida yalpi majlis o'z ishini davom ettirdi. Bugun soat 13:30lar atrofida poytaxtimizdagi Hamza tuman Abdulla Qodiriy ko'chasida avtohalokat yuz berdi. Ya'ni Matiz va Epic Avto rusumidagi yengil mashinalar to'qnashuvi yuz bergan. Natijada esa ikkala mashinaga ham qattiq texnik zarar yetdi. Hozir o'zingiz tasvirlarni ko'rib bunga amin bo'lasiz. Yurtboshimizning tashabbusi bilan mamlakatimizda 2013-yilni obod turmush yili deb e'lon qilinish munosabati bilan qabul qilingan davlat dasturida belgilangan vazifalar, xususan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni, fermerlikni yanada rivojlantirish, ish bilan bandlikni, aholi farovonligi, turmush darajasini oshirish, munosib uy-joylar va ijtimoiy maishiy sharoitlar yaratish borasida tijorat banklari zimmasiga ulkan mas'uliyatlar yuklanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank tashabbusi bilan tashkil etilgan obod turmush yili davlat dasturi ijrosini ta'minlashda bank tizimining o'rni mavzuida o'tkazilgan matbuot anjumani ayni shu masalalarga bag'ishlandi. Ma'lumki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mamlakatimiz taraqqiyotida avvalambor xalqimiz uchun munosib hayot barpo etish, murakkab va mas'uliyatli vazifalarni amalga oshirishda hal qiluvchi o'rin va ta'sirga ega bo'lib bormoqda. Zero kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiyotning tez o'zgaruvchan bozor talablariga javob beradigan zamonaviy tuzilmalarni shakllantirishda, yangi ish o'rinlarini tashkil qilish va aholi daromadlarini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Mazkur jarayonlarni moliyaviy jihatdan keng qo'llab-quvvatlash, xususan tadbirkorlar va ta'lim muassasalari bitiruvchilarining biznes rejalarini moliyalashtirish hamda imtiyozli kreditlar bilan yetarli darajada ta'minlashda tijorat banklarining tutgan o'rni beqiyos. Shu va boshqa bir qator masalalarni bajarish bo'yicha obod turmush yili davlat dasturi doirasida tijorat banklari tomonidan ko'plab vazifalarni amalga oshirish belgilangan. Mazkur vazifalarning ijrosini ta'minlash maqsadida tijorat banklari tomonidan dastur doirasida 1,424,7 milliard so'm hamda 170 million AQSh dollari ekvivalentda kreditlar ajratish ko'zda tutilgan. Mazkur kreditlarning 110 milliard so'mi bu respublikamizda oilaviy biznes va hunarmandchilikni rivojlantirishga, 106 milliardi shaxsiy yordamchi va dehqon xo'jaliklarida chorvachilikni va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishni rivojlantirishga, 53,5 milliard so'mi bu kasb-hunar kollejlari bitiruvchilarini biznes loyihalarini moliyalashtirishga hamda 540 milliard so'mi bu tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi. Matbuot anjumanida davlat dasturi ijrosi bo'yicha tijorat banklari oldida turgan boshqa vazifalar hamda bugungacha amalga oshirilgan ishlarga ham to'xtalib o'tildi.
Xabaringiz bor, yurtimizda Fond Forum, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Kelajakka ovoz yoshlar tashabbuslari markazi kabi tashkilotlar hamkorligida ta'lim va mutaxassislik xalqaro ko'rgazmasi muntazam o'tkazilib kelinmoqda. E'tiborlisi, navbatdagi ko'rgazmada 10 dan ortiq davlatlardan vakillar ishtirok etmoqda. Auditoriyasi asosan 14 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan ushbu ko'rgazma yil sayin nufuzini oshirib boryapti. Bu safargi ko'rgazmada 20 dan ortiq turli ish beruvchi tashkilotlar o'z takliflari bilan qatnashdilar. O'tkazilayotgan har bitta ko'rgazma 10 minglab o'qishni bitirayotgan yoshlarning atigi 1 yoki 2% qamrab oladi. Bunaqa ko'rgazmalarni ko'proq bo'lishi o'sha ko'proq bitiruvchilarni qamrab olish va shu orqali ularga imkoniyatlarni ochiq-oydin bayon qilishdan iborat. Yaxshi mutaxassisga aylanish uchun avvalo puxta bilim olish talab etiladi. Ushbu xalqaro ko'rgazmada bunga alohida urg'u berilgan bo'lib, unda yoshlar uchun 23 ta mahalliy va xorijiy ta'lim maskanlari haqida ma'lumotlar berildi. Я здесь представляю всех обучений во Франции, всех программ для... Biz Fransiyaning barcha ta'lim maskanlari haqida ma'lumot beryapmiz. Menimcha bitta binoda shunday katta tanlash imkoniyati borligi yaxshi. Bilasizmi, o'ziga ishonadigan bilimli yoshlar ko'pligi mening e'tiborimni tortdi. Ma'lumki, ta'lim sohasidagi xalqaro hamkorlikni yanada kengaytirish davr talabi sanaladi. Ushbu ko'rgazma ayni shu yo'lda yaxshi dastak bo'la oladi desak xato bo'lmaydi. Ta'kidlash lozim, jamiyatimizda turli yo'nalishdagi mutaxassislarning ko'payishida bu kabi tadbirlarning ahamiyati katta bo'lmoqda. Poytaxtimizda O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Markaziy kengashining 7-plenumi bo'lib o'tdi. Majlisda O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Markaziy kengashi va Markaziy taftish komissiyasi a'zolari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi fraksiyasi a'zolari, Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahar kengashlaridagi partiya deputatlik guruhlari rahbarlari, partiya faollari, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Unda obod turmush yildagi ustuvor vazifalar va partiyaning dasturiy maqsadlaridan kelib chiqqan holda partiya elektorat manfaatlariga javob beruvchi ijtimoiy vazifalarni hal etishda O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi tashkilotlar va deputatlik birlashmalari ishtirokini faollashtirish masalalari ko'rib chiqildi. Shu bilan birgalikda amaliy harakatlarimizni 2013-yilda ham davom ettirish maqsadida partiyamiz tomonidan 3 ta loyiha ishlab chiqildi. Bu loyihalarda asosiy e'tibor mahallalarda istiqomat qilayotgan kam ta'minlangan va vaqtincha ishsiz bo'lgan aholi qatlamlariga e'tibor qaratish va shu orqali oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, qo'shimcha daromadga ega bo'lishlariga yordam berish. Buning natijasida shu bandlik davlat dasturini ko'tarilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishni partiyamiz o'z oldiga asosiy maqsad qilib qo'ydi. Tadbirda partiyaning dasturiy maqsadlaridan kelib chiqib, joylarda qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish borasidagi tashabbuslarni yanada kuchaytirish, bitiruvchilarni mutaxassisliklari bo'yicha ishga joylashtirish borasida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilindi va bu borada qilinishi lozim bo'lgan masalalar belgilab olindi. 27 mart kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Iqtisodiy va ijtimoiy kengashining kelajak novatorlarini shakllantirish, madaniyat, fan va texnologiya sohasining imkoniyatlari mavzuida yoshlar forumi bo'lib o'tdi. Fond Forum ham ishtirok etgan mazkur yoshlar forumining asosiy maqsadi yoshlarga xalqaro miqyosda madaniyat, ilm, fan va texnologiya sohasidagi yangi g'oyalarni kashf etishga qaratilgan interaktiv muloqot o'tkazish uchun platforma vazifasini o'tashdir. Tadbirda BMTning bosh kotibi Pan Gi Mun ham ishtirok etdi. Dunyoning turli mamlakat talabalari, yoshlar, nodavlat va xalqaro tashkilotlarning faollari qatnashgan forumda ishtirokchilarga Fond Forumning yirik loyihalari, xususan kelajak ovozi tanlovi hamda tashabbuslar markazi, yosh tadbirkorlar maktabi, yoshlarning ishga joylashishiga ko'maklashish markazi, ta'lim grantlari dasturi, yosh sportchilarni qo'llab-quvvatlash va boshqa loyihalar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Tadbirda ishtirok etayotganlarga Fond Forumning kelajak ovozi yoshlar tashabbuslari markazi, kelajak tur yoshlar turizm byurosi, ayollar kengashi respublika jamoat birlashmasi faoliyatlari haqida to'liq ma'lumotlar aks etgan jurnal va broshuralar tarqatildi. Bizda hozircha shular, eslatib o'taman, siz O'zbekiston 24 soat ichida informatsion dasturini kuzatingiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.